Ha, bo'ldi bratan, mana shular o'zi yetadi menga. Bo'ldi, shular bo'lsa shularni ola qol. Mana sizga hozir pulini berib ketsam va tayyor. Bo'pti, kep tur. Aha, rahmat sizga. Mana bu sandiqdan nimadir olmoqchi edim. Mayli, hozir pulim yo'q, keyinroq kelaman. Mayli. Lekin menda pullar bor. Janob merga qarz berganman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videoimda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa janob merdan qarzlarimni so'rashim kerak. Ancha vaqtdan beri qarzga pul olgandi, lekin o'shani bermayapti. Bilmadim, balki bugun berar, balki ertaga berar, lekin aniq qachon berishini bilmayman. So'rab ko'rishim kerak janob merdan. Mana Pepsi mi Cola bilmadim. Короче, qaysi bo'lsa ham yeb ichib ketaversam, mana kartochka free'la olganman. Hammasi mazali ekan, juda ham gap yo'q, mayli. Yaxshi ham sotib olibman. Bo'lmasa big'irt bekorchi o'tirardim bu yerda. Mana bu muzlatgichga solib qo'ysam, keyinroq yana yeb ichsam bo'ladi. Polizda ishlarim bor. Atak hozircha polizdagi ishlarimni birinchi qilsammikan yo janob mer yoniga birinchi borib kelsammikan, mayli. Birinchi polizdagi ishlarni qilib olay. Janob mer mendan qancha qarz olgani esimdan ham chiqib ketgan bor-ku. Chunki ancha vaqtdan beri bergan yo'q. Ancha vaqtdan beri bermaganini hisobiga meni esimdan o'zi chiqib ketgan. Yana 1-2 kun agar bermasa, вообще-то qarz berganim esimdan chiqib ketsa kerak. Qancha berganim esimdan chiqqani yetmaganda, menimcha ko'p cho'zmasa kerak. Bugun borib so'rab ko'raman, balki berib yuborar. Chunki oyliklar kelgandi kecha. Janob merga keladi faqat oylik bizda. Keyin menga 1-2 so'm balki berib qolishi mumkin, ortiqcha pul. Boshqa payt hech qanaqa oylik ham, maosh ham, boshqa ortiqcha pul ham hech kimga bermaydi janob mer. Faqat shu har doimgi pullarni berib yuradi hammaga. Nima bo'lsa ham mayli. Polizni qaranglar, shunchalik tez hosil pishyaptiki, hattoki ikkinchi marta yig'ib olsam ham bo'ladi ketgunimcha. Mayli, juda ham ko'p yig'ib o'tirsam, yig'ib o'tirishimga to'g'ri keladi. Har sekundda pishib yetilib tayyor bo'laveradi. Bu tomonda ham polizim bor, uni ustiga menimcha keyin ishlasam ham bo'laveradi. Chunki aytyapman, janob mer yoniga borish kerak. Janob mer agar hozir qarzini bersa juda zo'r bo'lardi. Nimadir sotib olardim, juda ko'p pul. Mashinaga ham yetadi bemalol. Mashina sotib olsam ham bo'laveradi. Lekin mashina olaymi yo'qmi, uni o'ylash kerak. Mashina bir tomondan kerak, bir tomondan kerak emas. Kerakli tomoni uzoqni yaqin qiladi, kerak emas tomoni beparasat eshigini yopib qo'ysa bo'lmaydimi? Bo'lmaydimi? Nima dedim? Bo'lmasmikan demoqchi edim u. Men adashib gapirib bordim, mayli. O JTL nima qilyapti? JTL nima qilyapsanlar bu yerda? O'tiribmiz, g'iybat qilib. G'iybat yomon, g'iybat qilmanglar. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Kecha hozir kakrasini qidirib yurgandim. Siz uyingizda o'tiribsiz, qanday qidirasiz? Mana yonimdagi seyfni qarab pul bor, qarzingni ol. Tak, $5000 qarz bergandim sizga. Xuddi shunaqa. Jo'xa, to'xta. Yo'q, keyinroq kelaman yaxshisi. Mayli, to'xtayman. Nima gap janob mer? Xullas, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Qo'shni qishloqqa bitta odamga $10,000 pul berib kelish kerak. $10,000 ni qayerdan olaman? O'zim beraman senga. Mayli, farqi yo'q, berib kelaman, berib kelish kerak bo'lsa, lekin menda mashina yo'q-ku borib kelish uchun. Mashina zakaz qilib qo'yganman. O'sha mashinani kelishi bilan senga beraman, borib kelasan. Bo'ldi, gap yo'q. Lekin o'zimni pulimdan berib kelaymi $10,000 ni? Shunaqa desak ham bo'ladi. $10,000 xullas berish kerak. Mayli, unda berib kelaman. Lekin menga keyin qachon berasiz? Men sendan $5,000, yo'q, qanaqa $5,000, $50,000 qarz emasdim. Qancha qarz edingiz? $40,000. Shuning men senga hozir $50,000 berdim. U menga o'sha odamga berib kelasan, tushundingmi? Tushundim. Unda hozir buyurtma berdim, mashina kelishi bilan borib kelaman. Shunaqa bo'lsin, bo'pti. Keyinroq gaplashamiz sen bilan. Xo'p, mayli. JTLlar yaramaslar, g'iybat qilmalaring dedim o'sanlargaman. Lekin g'iybat qilaverasanlar, yaramaslar. Xo'p, endi mashina qachon kelishini bilmadim. Buyurtma berilgan dedi janob mer. Buyurtma kelguncha uyga kirib televizor ko'rib o'tirsam, vaqt tezroq o'tib ketadi. Televizorda bilmayman qanaqadir ko'rsatuvmi, serialmi bersa zo'r bo'lar edi. Hech narsa bermayapti. Mayli, vaqtimni behudaga sarflamayinchi, buyurtma olib keladigan bratanning yoniga borayinchi, buyurtmani olib kelgan bo'lsa, keyin mashinani olib turib, qo'shni qishloqqa o'tib kelaman. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom. Ke, men urganing bilan menga ta'sir qilmaydi. Tushunarli, juda ham yaxshi ekan. Bu yerga ismimni yozib ketaman har doimgidek. Jo'xa tayyor. Va daftar va
patni shu yerga qoldiraman. Bratan bo'pti. Mayli. Bratan rostdan ham ta'sir qilmay qolibdi Bratanga. Ursam oldinlari meni ortimdan quvib boshlardi. Hozir hech qanaqangi ta'sir qilish darajasi yo'qolgan. Yaxshi bo'lgan bir tomondan, bir tomondan yomon ham bo'lgan. Bu yerda bizda zapravka bor kakras. Bratan mashina kelibdi. Yaxshi, o'sha mashinani tezroq begitda borib kel. Bo'pti, unda mayli men ketdim. Xo'p, salom ayt o'sha tanishimga. Mayli nomerini bergandingiz-a? Yozib olgandik-ku telefoniga. Bo'pti. Mashinani hozir qayoqqa qo'ysam bo'ladi? Katta ko'chaga qo'yish kerak menimcha, chunki kichkina ko'chaga qo'yadigan bo'lsam mashina sig'may qolishi mumkin. Uyimning yoniga qo'yamanmi? Xo'p, hozir mana shu yerga qo'ydim, normali. Xo'p, benzini bormikan? Mexey, Rossiyani mashinasimi bu? Mayli, farqi yo'q. Rossiyaniki bo'ladimi, O'zbekistonniki bo'ladimi, boshqa joyniki bo'ladimi, farqi yo'q menga. Yopib qo'yinchi, nima yopilmayapti? Brakmikan yoki ochilib yopilmaydigan narsa yopilar ekan bo'ldi. Xo'p, ana endi haydab keyingi qishloqqa yo'l olaman. Davayki ketishdan oldin nimadir qilarman. Ketdim yaxshisi. Xo'p, asta-asta haydash kerak, tez haydamaslik kerak. Bu nima bo'ldi? Mayli, hozir uyimdan kirib bir ikkita narsalarni olib olishim kerak. Ya'ni hozir qaniydi mana buni yeb ichadigan narsalarni olsam, yo'l-yo'lakay bemalol yeb ichib ketaversam ham bo'ladi. Och qolib qolsam, mabodo kech qaytadigan bo'lsam, yo'lda och qolib qolaman, to'g'rimi? O'shaning uchun har ehtimolga qarshi olib qo'yganim ma'qul. Endi esa ketdim qo'shni qishloqqa. Tezroq yetib borsam yaxshi ish bo'lar edi. Xo'p, mana yetib keldim, lekin bu qishloqda yomg'ir yog'ayotgan ekan. Bu bir tomondan yomon, bir tomondan esa yaxshi, bir tomondan g'alati, bir tomondan vobshe g'alati. Lekin yo'llar juda ham tor ekan, mashina sig'mayapti. Qisilib qoldi shekilli mashina. Shu yetmay turgandi-ku, nima bo'ldi mashinaga? Menimcha qisilib qoldi. Rostdan ham qisilib qolibdi-ku. Endi nima qilaman? Yo'q, qisilib qolibdi, mayli. Shu yerda qoldiray, yaxshisi tezroq yomg'irdan pana joyga o'tish kerak. Juda ham kuchli yomg'ir yog'yapti. To'xta, orqaga balki haydab ko'rsam yurar, lekin hech qayoqqa yurmayapti. Na oldinga, na orqaga. Hozir ana pul berishim kerak bo'lgan bratanni topayin. Pulni berib keyin kelib bemalol harakat qilib mashinani chiqarishga harakat qilsam ham bo'laveradi. Tak, bratan uydamikan? Brat, qaravering. Bratan, qaravering deb, ismi nima edi? Nima gap? Bratan, sizga $1000, ya'ni $10,000 pul berishim kerak edi. Meni janob mer yubordi. Tushunali. Qaysi qishloqning janob meri? 97 ni. O'zi kakras qarzi bor edi. Nima, ketmoqchimisan qaytib? Ketmoqchiman, lekin mashinam qisilib qoldi. Bu yoqqa kel, yomg'irda ketmagin. Bu kecha meni uyimda tunab qol. Mayli, unda tunab qolaman. Bu yerda kravatingiz bor ekan. O'shani olib bemalol yotishing mumkin. Mayli, farqi yo'q, menga joy qilib berganingiz uchun rahmat. Unda ertalab ketaman. Mayli, balki men keyinroq seni mashinangni chiqarib qo'yarman. Agar iloji bo'lsa, yaxshi ish bo'lardi. Mana bu sabzilarni ol, yeb yotasan. Menda bori shu, boshqa narsalar yo'q menda. Mayli, farqi yo'q, lekin qanaqasiga xaladenligingiz yarmini kesib oldingiz, men tushunmadim. Bu shunchaki ikkiga bo'linadigan xaladenlik, tushundingmi? Tushunarli. Mayli, unda men shu yerda dam olaman. Siz esa xonangizga kirib dam olasizmi bilmadim. Bo'pti, mayli. Men esa uxladim. Mayli, men ham uxlayman. Obunachilar, xayrli tun sizlarga. Men esa uxlab oldim. Karavot tushib ketdi. Qanaqasiga bunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin? Bo'ldi, endi uxlayman. Ertalab to'rigitcha. Qalaysiz bratan, xayrli tun. Yo'q, xayrli tong demoqchi edim. Shunaqa dedi, odamni qo'rqitmasdan. Bu yoqqa yurchi. Mashinamni chiqarishga yordam berasizmi? Faqat fermamni tozalab bersang. Mayli, unda xizmat o'rniga xizmat debsiz-da. Xuddi shunaqa. Bo'ldi, mayli, polisingizni tozalab beraman, siz esa mashinamni chiqarib bering. Mayli, men ketdim, ishni boshlayman. Sen ham ishni boshla. Xo'p, mayli. Obunachilar o'zi shunaqa. Yaxshilik o'rniga yaxshilik, yomonlik o'rniga yomonlik degandek birinchi yaxshilikni qilamiz, keyin esa yaxshilikni qabul qilib olamiz. O'zi faqat sabzilar bor ekan, lekin qanaqasiga sabzini olgandim, yana qaytib joyidan sabzi chiqib qoldi.
tushunmadim. No, mayli. Uni tushundim men nimaga unaqa bo'lganini. Ya'ni men to'liq tomir bilan olmaganman. Ya'ni opchi birdaniga olish kerak, o'shanda bunaqa bo'lmaydi va cho'tka emas. Endi bratanni uyiga qo'yib chiqaymikan yoki o'ziga beraymikan bilmadim. Yo'q, berib qo'yib bo'lmaydi, u birovning joyi. Xo'p, bratanni muzlatgichga joyi bor ekan, shu yerga qoldirib ketaman. Ikkita sabzini menga yeyishga bergandim, mayli yemayman. Hozircha kerak yo'q menga. Kartoshka frilarimni yegandim. Yo'q, bu birovning uyiga nimaga u yoqqa kirib ketyapti, adashtirib qo'ydim shekilli. Bratanni kirkasini olvalaydi. Agar mashinani chiqara olmagan bo'lsa, bratan, men o'zim chiqarib ketaman. No, bratan menga yordam beraman degandi, lekin ko'rinmayapti-yu bu yerda. Menimcha bratan survordi-yu. O'shaning uchun mayli, bu yo'qni hozir o'zim nimadir qilaman. O'zim chiqarib olishga harakat qilaman mashinani. Menimcha endi chiqsa kerak. No, bilmadim. Hozir orqaga haydashga urinib ko'raman. Lekin taporni olib kelmabman. Bratanning uyidan tapor olib kelamanmi yoki mana bu yerdagi toshlarni olib tashlasam, balki mashina qo'zg'ab ketsa kerak. Okey. Tapor olib kelishim kerak edi. Nahotki tapor bo'lmasa, kirka bilan mana bu daraxtlarni sindirish uchun juda ham ko'p vaqtim ketib qoladi. Mayli, nima bo'lsa ham endi na iloj, nima ham derdim. Bu yerda qanaqadir ikkinchi qavatga chiqadigan yo'l bor ekan va o'zim ham tiqilib qolyapman. Mashinam tiqilib qolgani yetmaganday. Hozir bir amallab mashinani qo'zg'atishga harakat qilaman, lekin bu yerda ham bloklar bor. Bu mashinani ichiga o'tirganimga bundan 5 battar tezlikda sinayapti. Yaxshisi mashinadan tushib qo'lim bilan sindirsam tezroq sinar ekan. Hozir shunaqa qilib bir amallab bu yerdan chiqib olsam, keyin qaytib 97-qishloqqa ketaman. Ana endi menimcha yurishga yurdi. Bo'ldi, chiqdi mashina. Oxdi, orqaga endi urib oldim. Nahotki shunaqangi problemalar bormidi boshimda? Shu yetmay turgan edi. Muammo ustiga muammo. Nima, men shunchalik omadsizmanmi? Yo'q, bu omadga hech qanaqa aloqasi yo'q narsa. Xo'sh, tok. Obbo. Yaramas mashina. Qayoqdan ham shu mashinani menga janob mer buyurtma qilib berdi. Musur mashina ekan, bor, musur mashina. Undan ko'ra musurxonani minib kelganim yaxshi edi. Tak, bo'ldi. Shu yerda tursin hozir. Buzib qo'ygan joylarimni to'g'rilayman va qaytib ketaman keyin. Tak, yer blok va mana bu tosh bloklar, buni joyiga qo'yaman. Xo'p, bu yerda mana bu yerni ham to'g'rilash kerak endi. Hozir mana toshlar yo'q. Tak, bor ekan toshlar. Bu yerga bir nechta toshlar, tosh kam, nimaga kam? 4 tagina tosh bergan menga. Hayronman. Xo'p, bu yerni mana shunaqasiga yopamiz. Bu yer menimcha o'zi buzuq holatda bo'lgan, shu uchun biroz g'alati bo'lib qoldi. Mayli, endi esa qaytib ketaman uyimga. Ana bratanga rahmat aytib qo'yish kerak edi. Bratan esa menimcha uyida emas, ya'ni qayoqqadir ketaman deb turgandi, lekin mashinangni chiqarishga yordam beraman degandi, lekin bilmadim. Uyda ko'rinmadi. Hozir bratanning kirkasini va ketmonini qoldirib ketaman. Chunki birovning narsasini nima qilaman uyimga olib ketib. Menga baribir foydasi ham, zarari ham tegmaydi. Bratanning lampasini yoqib yuboribman, o'chirib ketay. Elektr energiyasini ketkazib yotadi keyin. Xo'p, mana shuni noto'g'ri joyga joylashtirishgan. Ko'ryapsizlarmi? Hozir mashinamni bu yoqdan olsam, keyin qaytarib joyiga qo'yib ketaman. Endi esa qishlog'imga ketdim demoqchi edim, lekin keta olmabman ekan. Bo'ldi. Ana endi toshna qishlog'imga ketdim.